Oltin tasma. Teatr va kino artisti Mahsum Yusupov Obid Jalilov haqida. Obid aka endigina ovqatlanib bo'lgan edi. Tashqaridan Obidjon degan ovoz eshitildi. U tashqariga chiqqach, hovliqib kelgan o'rtog'i unga "Bugun yangi shahardagi Kalizida katta tomosha bo'larmish. Eski jo'va devorlarda katta qog'ozlar yopishtirib qo'yishibdi" dedi. Ikki og'ayni eski jo'va tomon yugurdilar. Devorlarning birida yopishtirilgan afishada 1916-yil 12-noyabr kuni Toshkentga gastrolga kelgan atoqli san'atkor Sidqiy Ruhullo rahbarligidagi Ozarbayjon muzikali teatr kollektivi ijrosida Layli va Majnun spektakli qo'yilishi e'lon qilingan edi. Degriz mahallasida tug'ilib, kambag'al oilasidan chiqqan Obid aka yonida turgan og'aynisi singari o'qishni bilmas edi. U o'tkinchi odamlarning biridan qanday tomosha ko'rsatilishini aniq bilib olib, og'aynisi bilan teatrga borishga qaror qildi. Obid aka tomoshabin zalning yuqori yarusiga chiqadigan zinapoyaga o'tirib olib, spektaklni boshlanishini sabrsizlik bilan kutardi. Oradan ko'p o'tmay spektakl boshlandi. Obid aka ikki ko'zini sahnadan uzmasdi. Uni spektakldagi voqealar, artistlarning xatti-harakati, sahna nutqi, dekoratsiyalar, artistlar eynidagi liboslar juda qiziqtirardi. Obid aka ilgari ham xalq teatri qiziqchilari ijrosidagi tomoshalarni doimo ko'rib quvonardi. Lekin Layli va Majnun muzikali dramasi unda unutilmas taassurot qoldirdi. Bu Obid akaning umrida birinchi marta professional teatr sahnasida spektakl ko'rishi edi. Shu kecha Obid aka teatr, artist singari so'zlarni takror eshitdi. O'sha kecha uning sira uyqusi kelmadi. U faqat teatr, sahna va spektakl haqida o'ylardi. O'sha kecha bo'lajak yirik san'atkorning qalbida katta bir tuyg'u paydo bo'ladi. U sahnani chinakam sevib qoladi. Obid aka qayerda bo'lmasin, hamma yerda faqat artist bo'lish orzusi bilan yashardi. Unga yetish yo'llarini izlardi. Obid aka o'z mahallasida ochilgan yangi maktabga qatnay boshladi va shu yerda tashkil etilgan Eltuzor badiiy havaskorlik to'garagiga ham a'zo bo'ladi. Bu to'garakka Raimberdi, Tojizoda, Ziyo Said, Sayfi Alimov va boshqa iste'dodli yoshlar ham qatnashardilar. 1918-yil yoz kunlarining birida Obid Jalilovning san'atga bo'lgan zo'r havasini, g'ayratini ko'rgan Mannon Uyg'ur uni Eski shahar ma'ruf bo'limi qaramog'idagi o'zbek teatr truppasiga ishga taklif qiladi. O'shanda Obid aka 20 yoshda edi. O'zbek teatri o'z ijodiy hayotini Hamza, Uyg'ur kabi birinchi o'zbek dramaturglarining asarlarini sahnalashtirish bilan boshlagan bo'lsa, Obid Jalilov ham ana shu teatr arboblarining pyesalaridagi rollarni ijro etish bilan boshlagan. Obid Jalilov Uyg'urning Turkiston tabibi, 12 soatlik hukumat va boshqa qator spektakllarda qatnashib, kishilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga butun mahorati, kuch-quvvatini bag'ishladi. Obid Jalilov o'sha davrlardayoq sahnada hayotiy obrazlar yaratish masalasiga katta e'tibor berardi. Obid aka maxsus teatr o'quv yurtini tamomlamagan bo'lsa ham, u o'z bilimini, ijodiy mahoratini adabiy manbalar, gazetalarda bosilgan san'atga doir materiallar bilan doimo chuqurlashtirib borardi. Qardosh respublikalardan gastrolga kelgan boshqa teatrlarning spektaklarini doimo ko'rib borar va shu teatrlarning artistlari bilan suhbatlashib ko'p narsalarni o'rganib olardi. Talantli artist ko'pincha hayotning o'ziga murojaat qilib, undagi xarakterli tomonlarni o'zlashtirib oladi. Teatr va kino artisti Mahsum Yusupov Obid Jalilov haqida. Oltin tasma.